Savdogarlar, ulgurji savdo, magazinchilar yoki bo'lmasam umuman olganda naqdga sotadiganlar. Bozordan narsa olib kelib, keyin jarima to'lamaslik uchun nima qilish kerak ekan? Assalomu alaykum. Umuman olganda bu juda ham aktual savollarga aylanib qoldi. Hozirgi kunda ko'p do'konlar narsasini naqdga oladi. Shuning natijasida ko'p xatolar vujudga kelib qolishi mumkin. Endi bizni naqdni faqat ko'pincha abnal degan tushuncha bilan yurg'izishni boshlaganmiz. Bu nima degani? Ya'ni bizni qaysidir naqd pul kerak bo'lsa, qaysidir korxonaga pul o'tkazib, u korxonani kerak emas qiladi, ostatka bo'lib ketgan narsalarni qabul qilib, keyin uni qayerga yo'qotishni bilmay o'tiramiz. Yoki bo'lmasam, kassa apparatlariga urayotgan paytimizda bizda unaqa qoldiq yo'q-ku, yoki 2 pul kodlari masalasini noto'g'ri tanlab qo'yamiz. Bunaqa holatlarni ko'p eshitib, alohida mavzu qilib olib chiqishga qaror qildim. Endi bitta narsani yaxshilab tushunib olaylik. Bizni naqdga narsa olmoqchi bo'ladigan bo'lsak, buni to'g'ri va qonuniy holatda qilishimiz kerak. Yana bir narsa, tekshiruv kelguncha bo'lgan jarayonni to'g'rilab olishingiz bu sizning xatoingiz emas. Aksincha, to'g'rilanish hisoblanadi. Xohlagan hisobotingizni to'g'rilash imkoniyatingiz va majburiyatingiz mavjud bo'ladi. Umuman olganda biza bitta narsani to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Har bitta narsani qonuniy to'g'ri qiladigan bo'lsak, biza xotirjamlikda juda ham ko'p narsani ko'rishimiz mumkin. Yaqinda bo'layotgan holatlardan bittasi. Do'konga kirim qilingan tovarlar mavjud emas, hammasi podarka sifatida e'tirof etilib, butun hammasi soliqqa tortildi. Endi shu jarayonga bitta to'xtalib o'taman. Umuman olganda korxonaga tekshiruv keldi. Tekshiruv kelishi natijasida ular so'rashdi. Mana narsalaringlarni qayerdan olgansizlar dedi. Atasizchi o'zini puliga olib bergan dedi. Xo'p, korxona uchun bu nima? Tekinga berdimi tasizchi deb so'ralganda javob bitta. Da. Tasizchi berdi-ku degan tushunchani olyapmiz. Endi bu narsa korxonaning daromadi hisoblanadimi? Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsa, sizlarga kimdir sovg'a bersa, bu sizlarning daromadinglar hisoblanadi. Chunki tekinga keldi u narsa. Demak, daromad deb e'tirof etilgandan keyin ikkita solig'imiz mavjud. Yo aylanma, yo foyda. Agar aylanmada o'tiradigan bo'lsa, korxonaga aylanmada o'tiradigan bo'lsa, u holatda tekinga kelgan hamma narsa 4% soliqqa tortilib ketadi. Agar foydada o'tiradigan bo'lsa, tekinga kelingan hamma narsa 15% foyda solig'iga tortilishi lozim bo'ladi. Xo'p, endi bu holatda variantlarimiz juda ko'p bo'lishi mumkin. Ustav kapitaliga kirgizilgan. Agar bizni tekshiruv kelgan jarayonida ustav kapitaliga kirgizilgan bu narsa deb aytadigan bo'lsa, unda yaxkiga ustavingni olib kelchi deydi. Ustav olib kelib, agar ustavda u summa yo'q yoki bo'lmasam kapital o'zi oshib ketgan holat bo'ladigan bo'lsa, kechirasiz, siz uchun bu tekinga kelib qopti deyiladi. Demak, biz agar ustavga tovarlarni har safar kirgizmoqchi bo'lsak, har safar kapitalni o'zgartira olmaymiz. Demak, bu variantimizni sal murakkabroq variant bo'ladi. Endi bu variantga alohida to'xtalib o'taman, sabab kimlardir tushunmagan bo'lishi mumkin hozir gapimman. Demak, biz bu narsani olib keldik. Misol uchun bozordan pechenye sotib oldik. Pechenyani magazinga qo'ydik. Biz misol 5 millionlik pechenye olganmiz naqdga. Umuman olganda bozorga, magazinga, persinaga sotadigan ulgurji savdomiz ham uni farqi yo'q. Olib kelib qo'ydik. Biz ustav kapitalimizni misol uchun 50 million bo'lsin. O'shanda yozamiz 50 millionni 5 millionni tovar bilan kirgizilgan. Demak, ana o'sha holatda har bitta 5 million, 10 million, 20 million shakllanganda aktini, dalolatnomasini tuzib qo'yaveramiz. Keyin 50 million bo'lgandan keyin yana borish kerak, yana ustav kapitalni ko'tarish kerak. Endi nobod ustav kapitalni kattaroq yozaman deydiganlar diqqatiga. Ustav kapitalni katta yozib qo'yib, uni 1 yilda to'ldira olmasangiz, kechirasiz, korxonangizni qaytadan shakllantiring. Shuning uchun bu murakkablik jihatidan sal qiyroq ustav kapitali. Undan ham sodda, undan ham oson narsa mavjud korxonaga. Unda ham ikki xil variant mavjud bo'ladi. Faqat hozir uzoqlashmasanglar, ikkala variantda ham qanaqa bo'lishini gaplashib o'tamiz. Faqat reklamadan keyin.
qanaqa qilib amaliy buxgalter bo'lsam ekan? Qayerga bormasam shot yotlar, qonun yotlar, masala ishlar. Buxgalterlar rostdan ham shunaqa masala ishlab yurarmikan? Assalomu alaykum. Unda men Otabek Kadirov sizlarni 11-may soat 11:00 da start oladigan, offlaynda ham, onlaynda ham yonma-yon bo'ladigan haqiqiy bosh buxgalterlar kursiga taklif qilaman. Kursimiz 100% amaliy darslar bilan haqiqiy buxgalter bo'lish hissiyotlari bilan bo'lib o'tadi. Siz birinchi darsdanoq o'zingizni bosh buxgalterdek his qilishni boshlaysiz. Ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish, qurilish, oshxona, restoran bo'ladimi, kafe bo'ladimi, aynan eksport, import, valyuta operatsiyalari bo'ladimi? Haqiqiy shu korxonalarning bosh buxgalteri bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Birinchi darsdan onlayndagilar ham, offlayndagilar ham his qilishni boshlaydi. Aynan 11-mayda start oladigan kursimiz umuman boshqacha atmosfera, boshqacha darslar va boshqacha hislar bilan bo'lib o'tadi. Joyingizni mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib band qiling, chunki joylarimiz onlaynda ham, offlaynda ham chegaralangan. Ortig'ini qabul qila olmaymiz. Joyimiz unaqa rezinkali emas. Shuni hisobiga. Umuman buxgalteriyaga doir bo'lgan barcha hujjatlar, buxgalter bo'lib ishlash uchun nimalar zarurligi va buxgalteriyaning amaliyoti qanday bo'lishi, buxgalter bo'lib ishlashda qanday qilib o'zingizni ko'rsatishingiz lozimligi haqida aynan shu darslarimiz bo'lib o'tadi. Adines deysizmi yoki boshqa platformalar deysizmi? Aynan bu darslarda hammasi bo'ladi. Eng asosiysi, boshqalardan ustun tarafi bu kursi. Bu barcha darslar video tasmalarga yozilib, o'zingizga yuborib qo'yiladi va bemalol uyingizda darsdan keyin, darsdan oldin tomosha qilib, yana ham o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, 11-may soat 11:00 da diydor ko'rishguncha salomat bo'ling, haqiqiy bosh buxgalterlar. Birinchi variantimiz bu ta'sischi olib kelib beradigan bo'lsa, direktor olib kelib beradi, boshqa xodim olib kelib beradigan bo'lsa, u holatda bizni u bilan oldi berdi, ya'ni shartnomasini tuzib olamiz. Ya'ni kupli продажный deyiladi bu narsa, oldi sotdi shartnomasi, uzr. Oldi sotdi shartnomasi bo'ladi. Ya'ni biz ta'sischidan qarzga narsalarni olamiz, o'sha narsalarni sotamiz. Ta'sischi talabiga asosan yoki bo'lmasam direktorni qachondir puli kerak bo'lgan paytda biz unga pul to'lab beramiz. Xoh plastik kartasiga, xoh naqd. Endi bu holatda ham murakkablik mavjud bo'ladi. Nima sababdan? Aynan jismoniy shaxsdan oldi sotdi qilinayotganligi. Undan ko'ra eng optimal, eng zo'r variant bu ikkinchisi bo'ladi. Nima degani? Ya'ni nima haqida gapirmoqchi bo'layotganimni hozir tushuntirib o'taman. Birinchi variant, ya'ni umuman olganda ikkinchi variant degani, umuman olganda bu narsani qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun korxona shaxsiy ehtiyojlari uchun yoki bo'lmasam tovar aylanmalari uchun prikaz qilinadi. Rahbar tarafidan yoki ta'sischi tarafidan qaror chiqadi. Qanaqa? Sotib olinayotgan narsalarning peritsiyaniga olishimizning natijasida sotib olayotgan narsalarimizni peritsiyaniga olish natijasida qimmatga tushib ketayotgani, bozorda bu narsalar ancha arzonligi sababli bir oyda, bir kvartalda yoki bo'lmasam 6 oyda umumiy hisobda 700 million, 100 million, 50 million, 5 million bank hisob raqamidan yechilsin deyiladi. Markaziy bank 3003 qaroriga asosan bank sizga naqd pulni hech qanaqa muammosiz berish kerak. Shart. Agar sizda u hisob raqamingizda bo'ladigan bo'lsa. Demak, o'sha qarorga asosan, ya'ni ta'sischining qaroriga asosan korxonaning rahbari buyruq chiqaradi. Qanaqa buyruq bo'ladi? Korxonaning ehtiyojlari uchun quyida keltirilgan palonchi pecheniya, palonchi napitka, palonchi mebelni xarid qilish uchun bank hisob raqamimizdan misol uchun 20 million pul yechilsin va bu narsani ishonchnomasi
Quyoshev Quyoshga topshirsin deydi. Quyoshev Quyosh ishonchnoma bilan bankka boradi, hisob raqamidan chek orqali pulni yechadi. O'sha yechilgan pulni, bankdan yechib olingan pulni korxonaning kassasiga kirim qilinadi. Kirim qilingandan keyin kirim operatsiyasi bo'ladi. U narsaga alohida buyruq chiqadi. Ya'ni korxonaning rahbari buyuradi. Quyida keltirilgan narsalarni, mashi narsalarni mana men bu odamga kassadagi pul mablag'lari topshirilib, bozordan, do'kondan, xohlagan joydan xarid qilib kelinsin deb buyruq chiqariladi. Ana undan keyin o'sha buyruq asosida ana odamga pul beriladi. Pul berilgandan keyin u odam borib bozordan yoki xohlagan joydan o'sha qatda arzon bo'lsa o'sha yerdan borib naqdga narsalarni oladi. U ham dalolatnoma qiladi. Dalolatnomada yozadi. Men quyidagi narsalarni mashi narxlarga oldim. Buni men korxonaga topshiraman deydi-da, topshirish dalolatnomasini qiladi. Topshirish dalolatnomasini qilgandan keyin ombori bo'lsa, ombori umuman kim javobgar bo'ladigan bo'lsa tovarlarga, ana shu odam javobgarga topshiradi. Qabul qildim deydi-da, korxona u narsani o'zining aktivi sifatida, tovari, xom ashyosi nimaiki bo'ladigan bo'lsa, shu narsani kirim qiladi. Endi bu holatda kirim qilingan narsalar ikupusi bo'lmasligi mumkin-ku, to'g'rimi? Ikupu yo'q. Chunki shot faktura yo'q unga. Elektron shot faktura taqdim qilinmaydi. Ana o'sha holatda biz bu narsani o'zimizning kabinetga kirib, shu tovarlarni nomlari bo'yicha ikupularni qo'shish qilamiz. Ya'ni bizda mana bu tovarimiz bor, qo'shamiz, pechenkamiz bor, mebelimiz bor, kompyuterimiz bor va hokazo hamma ikupu kodlar kabinetda qo'shiladi. Ana endi realizatsiyadan keyin siz chek apparatlariga shu ikupu kodlar bilan to'g'rilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Muammo bo'ladigan bo'lsa telefon qilinglar, mana bu nomerlarga borib hal qilishga harakat qilamiz. Toki tekshiruv bo'lguncha. Xabarnoma bo'ladimi, talabnoma bo'ladimi ko'rish kerak oldin u narsani sizlarni o'zingizlarning do'koningizda. Umuman olganda mana shu holatda biz bitta korxonani ishlarini qildik va bu ishlar orqali Xudoga shukr yaxshi xotirjam ishlash davom etyapti. Juda ham ko'p unaqalar. Manimcha ham do'koninglar naqdga oladi-yu, aynan hujjatlari bo'lmaydi. Ehtiyot bo'lamiz. Naqdga olingan narsalarni to'g'ri hujjati bo'lmasa, bu narsa jarimaga olib keladi. Yana bitta narsa. Men aytgan hujjatlarni ketma-ket qilib qo'yganinglardan keyin mana o'zingizlarga bitta savol, tushuncha bo'lishi uchun. Tekshiruv keldi-da, siz tekshiruvchisiz, o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Xo'p, bu narsalar mana narsalar qatdan olgansiz, qanaqa sotdingiz deydi. Yoki siz kirim qilinmagan narsalarni avtokamerial orqali tekshirib chiqdi-da, sizda kirimi yo'q u narsalar. Chunki sizga shot faktura kirmagan u. Ras sayyor soliq tekshiruv tayinlandi. Keldi sayyor soliq tekshiruv. Xo'p, mana narsalarni qani kirimlarni ko'rsating desa, bilasiz, uyda qolib ketibdi. Desiz, o'zingiz ham ishonmasangiz kerak bu narsaga. Shuni hisobiga. Agar qani mana kirim narsalar desa, mana deb hamma men aytgan hujjatlarni ko'rsatsangiz, olam guliston. Umuman olganda daraxtimiz ko'karishga boshlaydi. Bizani o'zi hayotimizda qiynalayotgan joyimiz ko'pincha savdogarlarniki aynan buxgalteriya bo'lib turibdi. Buxgalteriya kursida shotlar rejasini yodlab olib, ani qonunlarni yodlab olib, hujjatlarni esdan chiqarib qo'yishadi. Qanaqa to'g'ri ishlash kerakligini. Abnalga haydash shart emas, bankdan bemalol yechib oling, faqat uni nima sababdan yechganingizni to'g'ri ko'rsatib bering. Nimaga kerak bo'ldi u pul? Agar u pulga siz dam olgani ketgan bo'lsangiz, muammo emas. Daromad solig'ini to'lang, ketavering. Hali ko'p ko'rishamiz. Kimda qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol kommentariyani portlatib olamiz, bemalol yuboramiz. Ana shunaqa qilib ishlashni o'rganib kuchli bo'lishga harakat qilamiz. Kelasi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling, bo'lajak buxgalterlar. Qaysi kursni bitirsangiz buxgalter bo'lishingizni yoki kurslarni bitirib shogird bo'lib qolaman yoki bo'lmasam doimiy yordamchi bo'lib yana qanchadir vaqtimni ketkazishim kerakmi deb o'ylayotganlar uchun bizning kursimiz, ya'ni shaxsan men Otabek Kadirov buxgalterlarning bosh buxgalteri kursiga start beraman. Kursimiz davomida siz umuman boshqa atmosfera, umuman boshqa buxgalteriya, siz hattoki tasavvur ham qila olmagan buxgalteriyani, siz umuman boshqacha qilib tasavvur qilgan fanni
tasavvur qilgan kasbni oddiy yo'nalishda haqiqiy bosh buxgalter bo'ladigan darajada o'rgatadigan kasb sifatida ko'rsatib beraman. Bizning kurslarimiz onlayn va offlayn tarzda bo'lib o'tadi. Albatta bu kurslarimizda siz ishlab chiqarish buxgalteriyasi bo'ladimi, xizmat ko'rsatish buxgalteriyasi bo'ladimi, savdo bo'ladi, magazin, apteka, qurilish, qaysi sohani buxgalteriyasi bo'lishidan qat'iy nazar, siz haqiqiy, aynan bosh buxgalter qanday bo'lishini bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Quyida keltirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, yoziling. Joylarimiz soni guruhlarda 18 kishi. Kichik guruhlarimizda 5 kishi hamda yakka tartibdagi guruhlarimiz ham mavjud. Agar siz ishlayotgan buxgalter bo'lsangiz ham tashrif buyurishingiz mumkin. Nimadir hisobotlarni qila olmayapsizmi? Yoki kimdandir yordam so'rashni bilmayapsizmi? Tanishlaringizdan yordam so'rasanglar uyalish mumkinligi. Qanaqa buxgaltersan deyish mumkinmi? Demak, biz doim siz uchun tayyor turamiz. Shaxsan o'zim o'tadigan kurslarim, ya'ni buxgalterlarning bosh buxgalterida siz kimningdir shogirdi emas, kimningdir yordamchisi emas, aynan bitirishingiz bilan bitta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi, 15 ta bo'ladimi yoki o'zingiz shogird olib 20 ta 30 ta firma qilasizmi? Bu sizning ixtiyoringizda. Siz albatta buxgalterlarning bosh buxgalteri bo'lishingiz kafolatlanadi. Hech qanday muammolarsiz, nazariyadan ancha uzoq. Buxgalterlar haqiqatdan ham qanday ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, biz birinchi darsdan sizni korxonada buxgalter qanday bo'lishini o'tkazib ko'rsatishni boshlaymiz. Hujjatlar bilan ishlashni boshlaysiz. Buxgalteriya qilishni, hisobotlar topshirishni, rahbarga, soliqqa nima deyish kerakligini, provodkalarni hammasini, umuman kelajakda qayerdadir qoqilishingiz mumkin bo'lgan joylardan aylanib o'tishni ko'rib o'tamiz. Buxgalterlarning bosh buxgalteri kursimiz boshqalardan farqi, biz nazariyadan ancha uzoqdamiz. Har bir qilayotgan, hisoblayotgan narsamizni hozir trendda bo'lgan ADNS programmasida qanday o'tilishi, qanday joylanishi, biz qo'lda hisoblagan hisobotlarimiz ADNSda qanday aks ettirilishini ko'rib o'tamiz. Umumiy hisobda 7-darsning o'zidayoq siz 6 milliard, 7 milliardlik tashkilot, ya'ni ishlab chiqaruvchi tashkilotni bemalol balansini chiqarishingizni shaxsan o'zim kafolatlab beraman. Demak, quyida keltirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, yoziling. Biz kursimizga, ya'ni buxgalterlarning bosh buxgalteri kursimizga start beramiz. Onlayn va offlayn tartibda bo'ladi. Yana bir narsa, biz har bir darsni video tasmalarga olamiz va bu darslar albatta sizga yuboriladi. Kelajakda ham qandaydir savollar tug'ilib qolsa, shu darslikni ko'rib, yana esingizga tushirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Guruhda, yakka tartibda yoki kichik guruhlarda o'qimoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Siz albatta kelajakda eng zo'r buxgalterlarning eng zo'ri bo'lishingizga ishoning. Biz albatta bu narsani ta'minlashimizga ishonamiz. Kelajakda ko'rishguncha salomat bo'ling, bo'lajak buxgalterlar.